Bu yerda do'konimizda nimalar bo'lyapti dedim akalar. Xo'p, assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sizlar uchun 50 plus navorimizni olib kelib qo'yganmiz. Juda ham ko'p so'rov bo'lyapti akalar. Bu Peter firmamizga tegishli bo'ladi. Xo'p, 48 vattdan bo'lmaydi. 48 vattdan bo'lmaydi. Bu Lion akkumulyatorlari. Bu 24 vatt mana ko'ryapsizlarmi? 24 vatt deb yozib berilgan. Peter bu original firma bo'ladi akalar. Bundan ikkita bo'ladi va bundan tashqari zaryadlarga chiqadi. Xo'p, keyin Peter firmamiz sho'payorni o'zi chiqadi akalar. Ko'ryapsizlarmi akalar? Sifatga olma vashi gap bo'lishi mumkin emas. Xo'p. Keyin akalarim bu narsamiz nima deb so'rayib turgan akalarimiz uchun deylik, birorta joyga, misol shu poyamiz yetib bormaydigan joyga, misol nasatkasi yetib bormaydigan joyga uchiga shundoq qatirib qo'yasizlar-da, qatirib qo'yasizlar-da, qo'yib qo'yasizlar. Ichida adashmasam magniti ham bor. Magnit qo'yib qo'yiladi, keyin bag'ini shunday shu poyga qatiriladi. Shundoq qatirib qo'ysalar ham bo'ladi. Bu ham juda asqotadigan zo'r narsa. Xo'p, keyin akalar yana bitta ko'p narsalar aytib o'tib ketamiz. Xo'p. Izolentasiga kelib turadigan bo'lsa 5 metr bo'ladi, izolenta qo'shib beriladi, o'zimiz tilda aytganda va metr, 3 metrli metr bo'ladi. Bu ham yaxshi original, mana uncha narsaga sinmaydigan. Va o'rtoqlar mana bu yerda mana tok o'lchaydigan bor. Bundan tashqari bitta plus, bitta minus, ili mana gaykalar tushadigan atverkasi bo'ladi. Va keyin akalar, xo'p, omuri bo'ladi va gaykalar tushadigan mana bunday to'plami bo'ladi. Va severlolar bo'ladi va mana shunday sho'payorda uchiga qatiriladigan shu nasatkalar bo'ladi. Keyin o'rtoqlar liz va pichog'i bo'ladi. Xo'p, o'rtoqlar, kimga shunaqangi 50 plus naborimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga murojaat qilaverasizlar. Eng arzon optim narxlarda qilib beramiz. Xo'p, o'rtoqlar, buni narxi 550 ming so'm chiqyapti. Xo'p. Keyin akalar, buni 12 viloyatga dostavka xizmatimiz bor. Manzilimiz Qo'qonyangi bozor. Biyotda 17-do'kon bo'ladi o'rtoqlar. Videomiz yoqqan bo'lsa, like, podpis tugmasini bosib qo'yish esdan chiqmasin. Pastdagi nomerlarga murojaat qilaverasizlar. Bemalol yetkazib beramiz o'rtoqlar.